O'zi asli chet ellik bo'lgan, lekin O'zbekistonda yashab, o'zbeklarning tilini, urf-odatini, madaniyatini hurmat qilib, o'zbekcha gapirishlik qachondan boshlab saviyasizlik deb baholanadigan bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibsizlar, bir qancha chet elliklar O'zbekistonga kelib yashayapti, ayniqsa qizlar o'zbek ayollariga o'xshab kiyinishlikka harakat qilib, o'zbekcha gapiryapti va ushbu holatlar aks etgan videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiryapti. Tabiiy ravishda bizning fuqarolar ularda kontentini orasiga kirib, ularni haqorat qilib, har xil milliy adovat qo'zg'atadigan bo'lar bo'lmas gaplar yozadi. Hurmatli vatandoshlar, ushbu harakatlarning hammasi huquqbuzarlik va jinoyatlar sirasiga kiradi. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasida belgilab qo'yilgan haqorat qilganligingiz uchun ijtimoiy tarmoqdan, hayotdan qat'iy nazar bazaviy hisoblash miqdorini 40 baravargacha bo'lgan miqdorda jarima to'laysiz. Ushbu kodeksda 184 prim 3-moddasida milliy adovat qo'zg'aganligingiz uchun 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi bilan jazolanishingiz mumkin. Mana shunday modda belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari Jinoyat kodeksining 156-moddasini 2-qismida ham milliy adovat qo'zg'aganligi uchun javobgarlik belgilangan bo'lib, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanishingiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, iltimos qilaman, chet eldan kelgan, bizning millatimizni, tilimizni, urf-odatimizni, madaniyatimizni hurmat qilib, bizga o'xshashlikka harakat qilib, o'zbek tilida gapirayotgan boshqa bir deylik yondosh bo'lgan millatdoshlarimizni, yondosh bo'lgan ular ham insonda, fuqarolarni bunaqa qilib ijtimoiy tarmoqdagi kontentiga kirib haqorat qilmaylik. Bu bizga nisbatan ularni salbiy fikrlashiga olib kelishi mumkin. Undan ko'ra ularni qo'llab-quvvatlaylik. Qaytamiga u o'zbek millati shunaqa mehmondo'st, shunaqa g'amxo'r, deylik, shunaqa bir ko'ngli ochiq xalq deb qolganlardan yetaklab keladi. Bu qayta o'zbek xalqini o'sha xalqaro darajadagi chet elliklar oldidagi obro' e'tiborini oshishiga sabab bo'ladi. O'zimiz obro'yimizni bunaqa harakatlar bilan tushirib qo'yamiz va kamiga javobgarlikka ham tortilib qolamiz. Videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishlikni unutmang.